Assalomu alaykum hammaga. Bu videomiz inomarka haydaydiganlar, elektromobil haydaydiganlar uchun ko'proq foydaliroq bo'ladi yoki какой-то необычный mashinalar haydaydiganlar bo'lsa, bemalol aloqaga chiqishlari mumkin. Bizda mana shunaqa diagnostika apparat kelgan. Hozir BYD Son Plus qo'llanganmiz. Buni ishlash jarayonlari nimaiki diagnostika qilish kerak bo'lsa, hozirgi kunda Tracker, Onyx larga ham diagnostikalar muammo bo'lyapti. O'shalarga ham bemalol ishlaydi. Diagnostika yo'q degan muammo yo'q bu egotimizda, xudo xolasa. Bemalol Zash avtoservisga aloqaga chiqasizlar. Полностью VIN kodlarigacha ko'rsatadi. Nima haqda ketayotganligi. Zash avtoservisda полностью ishlaring bitadi. Xo'p. Diagnostika qilamiz. BYD Son Plus DMI. Полностью ishlaydi. Diagnostika muammosiz. Hamma narsasini bemalol diagnostika qilib beradi. Masalan, bu mashinamizda hozir ошибкалari bor, полностью ошибкаlarni qizil qilib ko'rsatib beradi. Shuncha miyasi bor mashinaning ichida. Analizlar ham qilib beradi. Masalan, bunaqa holatlari bor. Analiz qilishimiz uchun. Qayerda qanaqa muammo borligini полностью o'zi mana yozib ko'rsatib, nima ishlar qilishingiz haqida tushuntirib beradi. Полностью kompyuter o'zi ошибкаlarni ko'rsatib aytayapti. Qayerda nima, qanaqa muammolari borligi haqida. Bu diagnostika apparatimiz Zinkar bo'ladi, 399 markasi. Polni mana diagnostika qilib bo'ldi va itogini ham chiqarib beryapti mana. Qanaqa muammolar bor, qanday yechim qilishimiz kerak, hammasigacha ko'rsatib beradi. O'zlaringga kopirot qilib ko'rsatib, to'g'rilab tashlab beramiz telefonlaringga yoki boshqa narsaga. Mana shuncha muammosi bor. Masalan, bu muammolar hal bo'lgan. Mana bitta muammomiz bor. Video kontroller deyapti. Kontrol DMI sleva deyapti. Qo'shimchalari ketyapti. Qanaqa problemalar bo'lsa, hammasini hal qilib bera olamiz, xudo xolasa. Bemalol aloqaga chiqinglar, shu masalalar bo'yicha ham ishlarni a'lo darajada bitirib beramiz. Pastda nomer qoldiraman. Zash avtoservisga aloqaga chiqinglar.